Uyqudan turib olam. Radioyonni qolib ketibdi-ku. Buni o'chirib qo'yish kerak. Manga muzikani o'chirib bilmayman. Normal muzika qo'yishim kerak. Nima? Minecraft. Minecraft deb bilmaydi, Bomish deb biladi. Men o'zimni avvalgi hayotimdan Bomish hayotiga qaytib qoldim. Men bankrot bo'ldim. Endi biz Bomish hayotini kechiramiz. Men tek smerdaman, yana bir hech kim yo'q. O'rmon bu bir sotuvchi bor, shu bilan yashayman. Mana biz uydan chiqamiz, radiomni ham buzib qo'ydim. Aynan buni yo'qqa qo'yamiz. O'zimni bitta shu eng qimmat radiom bu. Bu ham esa 10 ming so'm. 10 mingga sotib oldim. Qani tashqariga ham chiqamiz. O'rmon zo'r, hayotda sotuvchi bor. Nima? Bu kim? Bu kim o'li? Kimning uyi bu? Yo'q, taxek. Yana men uyimga olga bo'y ko'chib keldim. Nimada do'stlar? Mana shunday sotuvchidan so'rab ko'raylik. Ana sotuvchining oldiga boramiz. Negr sotuvchi. Nimaga kelishmayapsizlar? Nima? Böyle tavuk sotuvchi, asabaka sotuvchi yaxshimisiz? Nima kerak? Qizishmang. Shu ko'rtingiz, nima urushib o'tiribsiz? Urmang. Biz nima? Yeb o'tiribman narsani. Yo'qdan buni. Qalaysan, yaxshimisan? Sotuvchi? Tekin yo'qot berasizmi? Benim shunday yo'qdim. Sotuvchi, bizda gapim bor edi. Urmang. O'zi bilmay bo'lmish bo'lsam. Nima? Nima qilishim kerak? Короче, mana bu yoqqa bo'y ko'chib keldimi? Hozir ham ko'chib keldi. Necha soat bo'ldi ko'chib kelganiga? Bir kun bo'ldi. Bir kunga shuni qo'yib qurib tashladimi? Yo'q, taxi, qanaqa bo'y bo'libdi bu? Chekib yurayman. Bunaqa narsalarni yo'maysan, sen urug'lik qilib yurayver. Bardona bering, qornim och. Sotuvchi. 14 ta tort berdingiz, rahmat sotuvchi. Endi sizni sotaman. Rahmat. Yo'qol. Mayli, rahmat. Men sizga do'lan ko'ydim. Tutsam o'zi. Maza qiling sotuvchi. Tortibni ber. Qol. Buni chekiramiz do'stlar, buni chekiramiz. Tortni pechga yetib qo'yamiz, bo'lmaydi-ki. Ana pechga yetib qo'ydik. Pechga yetib qo'ydi, bo'lmaydi tortimiz. Yashaylarga shor bermaydi. Kelimi nima? Ha, sotuvchi. Yo'q. Tort qarayashtirdik. Men tortni yetagan, yo'q, tort o'zga-ku. Chiqarmadi. Tort o'zga-ku. Tort qani? Tort berlagan yo'q, men tort o'shin. Devonim sindirmang, o'zi bitta devonim bor. Ko'rishamiz sen bilan, pul to'laysan sen uni. Cho'ping chiqib ketdi men uyimdan. Flos. Malsa chaqiraman. Politsiyani. Qochib ketdim do'stlar. Topolmadi. 50 ta tortimiz bo'lmasa qilib yeymiz. Bir yillik qarang. Qo'lim to'ydi. Tortam to'rt ekan-da, shiringina to'rt ekan. 10 yilga yetadi endi bu tort. Men bo'ynimga bo'lib qo'yaylik ham do'stlar. Nima deysizlar? Mana bu bo'ynimga bo'lib ko'ramizmi? Bo'lib ko'rish kerak menimcha. Ish so'rasam, ish bersa kerak menimcha bo'yku. Tiqilib o'tganiz kerak. Do'stlar ketdik, bo'yniga yomg'ir yog'ib o'tgan ekan, eshikni tiqillatamiz. Hey shogird, hozir bunaqa keladi, karo sotuvchi kelsa uradiki. Tiq. O'zi ko'raman. Hozir. Elimda boqamas. Davay. Alo. Hozir. Qachon chiqay endi? Buni ko'rib o'tiraman. Bo'yni.
To'xta, o'z vaqtliga. Nima qilyapti? Qachon chiqadi endi? Kim u? Assalomu alaykum boy. Men bir bo'lmishman. Muncha qo'llarda yomg'irda shalabo bo'lib ketdim-ku. Men olishim kerak shuni. Yaxshimisiz bu? Yo'q, Biroq ishsiz bo'lmanga ish topilmaydimi? yo'q. Sen nima ish berishim mumkin? Qo'yni ish kelmaydi-ku. Keladi, masalan, supersidir keladi. Kelmaydi, men ketdim. Hay boy. Iflos boy aftimga qarab eshik yopib qo'ydi-ku. Erta bo'lsin gaplashamiz bu bilan. Eshikni och. Soqqina o'zim uyimga kirib o'tiraman-da endi. Eshik yo'q. Hozir beri chakka o'qish boshlaydi. Men ketib yotdim bo'lmasa do'stlar. Hammaga xayrli tun. O masa qilib qo'laradim. Ishlayotgan ekan. Yotgan do'stlar, kechangi reja ish berarmikan do'stlar? Bo'yda ish so'rab ko'ramiz. Qani keting so'rab ko'ramiz. Sandiqni ochma. Sandiqda hech narsa yo'q-ku, ikkita go'shtdan tashqari. Boy nechta taqlat ko'ramiz deb ikkinchi darajada nima qilyapti? Boy! Ot ibe. Kompyuter zakaz beramiz deb notebook o'ynab bo'lmayapti. Boy kezga o'ynayaptimi da boy? Allo boy chiqing. Hozir shoshmayapti. Bu boy qiladi kuttirib. Boy! Allo! Toshkent! Ina. Allo! Allo, chiqing! Allo! O'ynasindiraman. Boyga aytmanglar do'stlar. Boyga aytmanglar do'stlar. Vaflibdi kofe. To'xta to'q cho'lay. Boy ana beri o'ynaysingan ekan. Shuncha boy bo'lib o'shani to'g'ri olmaysizmi? Hech chala boy. Allo! Nima gapiryapti? Gapimni eshityapsizmi? Nima? Qalay, yaxshimiz qo'yildi, o'lang qadi. Ebe. Ha, Yaxshimisiz boy? nima edi? Siz shuncha pulingiz bo'lib bitta yoqqa o'ynasingan ekan, raqam bering eshitaman. Siz chala boymisiz? Bu nima kim qilib ketdi buni? Bo'lib turadi, sichqoncha aylangan, nima? Xizmat. Sichqon o'ynar chaynaydimi? Chaynaydi. Nima Darabaqona bora aytgancha. Boy, menga bunta ish yo'qmi? Men babishka ma'lumanda boy. Urmang boy. Sen qanaqa stop berish mumkin? Farqi yo'q, bu ishni qilaman. Yo'q qanday. Karol. Uyingizga kirmaymizmi? Uyingizga. Yo'q, kim kirasan? Kiraylik, uyingiz ko'ray. Qara, shu kichkina fermacha qurasan, daraxtlar o'zing instrument qurasan, men kilo ko'rib o'tiraman. Tushundingmi? Xo'p. Menga instrumentlar bering, urmang meni. Daraxtlar ketdim men. Ibikku, instrumentlar bering boy. Yo'q, borish yo'qqa. Bering qay. Ujunim qilayman, yo'qot. Instrumentlar bering. Daraxtlar esa ol. Boy xasislik qildi, bitta instrumentni shalka qildi. Qarama, sandig'im instrumentlar bormi? Instrument yo'q, balo ham yo'q. Endi daraxtni chopib instrument tashlaymiz do'stlar. Prank qilaman. Boyga prank qilaman. Boyga prank. Ketamiz. Sizga blok qolmadim deymiz. Tamam, chot. Mana bu yerdagilardan esa bo'lamiz. Men do'stlar daraxtlar chopib bo'lgandan keyin sen videoni yoqaman qani, let's go. Mana do'stlar, shuncha narsani olib keldim. Bir stak daraxt, bir stak yer olib keldim. Mana bu yerda qurishga. Keyin cho'pdan bo'lsa ham instrumentlar olib keldim. Mana telefonim qotyapti, rahmat bermaysizlar. Cho'pdan bo'lsa ham instrument olib keldim. Berim daraxtlar chopsam men deyapman. Boy meni urishdi, mana ulardan chopib keldim. Endi taxlaymiz. Bu nima qilayotgan ekan do'stlar?
Ancha o uyga maza qilib kompyuterni o'tib komissiya boshqa nima ish qilardi? Bu yerdan kichkin nojo'y mana bu yerdan qilamiz. Mana shu yer bo'ladi. Dab dab mana bu yerdan bo'ladi. Mana bunday o'rtaga qilib qo'yaman dedilar. Qara qo'ydik. Mana shuni endi quramiz. Qilamiz. Do'stlar, mana bu yerni qurib oldim, yoqib bo'lsangiz suv to'kish kerak. Mendan so'rayman chelakni. Chelak. Men eshik ochiqmi meni? Ostiga kirib qani. O'zi bo'lmasa kerak, tepalarmi? Ovqatlarni uyni ham besatib qo'yibdi-da do'stlar, yangilik uchun. Hadiligidan bor meni. Yo-mayo, shuncha ovqat. Ovqatlarni ko'pligini bu nima? Oltin olma berdi. Yana Oskar qilib. Oltin olma berdi. Ber. O ber yana. O ber. Iplos. Bu nima? Nima bu? Tushunmadim bunga. Deb boshqa chiqib beramiz endi. Sandiqlar nima bu? Yo-mayo, bo'yligini. Yo-mayo, shunga narsasi bor ekan. Bo'yni o'zi yo'q-ku do'stlar. Nima qilamiz? Narsalarni o'g'irlaymiz. Bu nima? Chashka. Bir sindirib qo'ydim. Yo, sindirmadim. Bu bilan menimcha kofe ichsa bo'ladi menimcha. Qani? Ayvon. Qani? Bilmadim. Joyiga qo'yib beraylik. Yana bilmasin bo'y biz uni uyga kirganimizda. Mana. Qarshi bo'yi yo'q ekan. Chelagi ham yo'q, menimcha o'ziga chelagi. Qarshi o'ziga aytib qo'yamiz, chelagi yo'q ekan. Bizni pulimizni bering deb. Короче, do'stlar, videoni shu joyda yakunlayman. Keyingi qism uchun men o'ntalik so'rab qolaman. Keyingi qismda men boyni uyiga uyg'urga tushamiz va hamma boyliklarni quritib ketamiz. Biz endi bombish emasmiz. Importni bombish biza. Baba importni bombish. Короче, laglarni bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 2000 uchun hammaga rahmat. Stop. Siz YouTube kanali ochdingiz. Videolaringiz uchun qayerdan sifatli prevyular topishni bilmayapsizmi? Unda sizga Abdurauf akamizni tavsiya etaman. Abdurauf akamiz sizga chiroyli sifatli prevyular tayyorlab beradilar. Abdurauf akamizni qayerda topaman deb o'ylagan bo'lsangiz, kommentdagi silka orqali kirib, o'zlarining Telegram lichkalariga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pastdagi nomerlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin.